Biz buyuk yurt farzandlarimiz yoshlar festivali doirasida vijdonli sotuvchi aksiyasi ayni paytda tadbir boshlanish arafasida uning qanday kechishini esa siz bilan birgalikda kuzatamiz. Targ'ibotchi guruh a'zolari poytaxtimizdagi talabalar shaharchasida shay. Ular oldiga qo'yilgan maqsad esa aniq. Yurtimizda voyaga yetmaganlarga tamaki va alkogol mahsulotlarini sotilishi man qilingan. Xo'sh, do'kon sotuvchilari mazkur tartib qoidalariga qanchalik rioya qilishmoqda? Buni sinash uchun voyaga yetmagan ikki yigitga topshiriq berildi. Ularning vazifasi sotuvchidan tamaki mahsulotini xarid qilishdir. Yigitlar yashirin kamera hamrohligida manzil tomon otlanishdi. Yosh aktyorlar qaytishmoqda. Natija qanday bo'lganini esa birgalikda kuzatamiz. Yoshimizni so'rashdi. Necha yosh so'raydi? 16 yoshimiz, 17 yoshimiz, voyaga yetganlar Birinchi do'kon sotuvchisi vijdonli deb topildi. Targ'ibotchi guruh a'zolari esa ularga o'z sovg'alarini topshirishdi. Mana bizning ilk vijdonli sotuvchimiz aniqlandi. Qani kelinglar ularni suhbatini olamiz. Ismingiz nima? Mo'minjon. Mo'minjon aka, shu sohada necha yildan beri ish olasiz? 9 yildan beri ishlaymiz mana shu sohada. Ancha tajribaga ega ekansiz, xursandmiz. Mo'minjon aka, har doim ham shu tartib rioyalarga amal qilasizmi? Albatta shu doim kelsa yosh bolalarga sotmaymiz, voyaga yetmagan bolalarga tamaki mahsulotlarni sotmaymiz. Navbat keyingi savdo shoxobchasiga. Buni qarangki, ikkinchi do'kon sotuvchisi ham sinovdan muvaffaqiyatli o'tdi. Xo'sh, bunday targ'ibot tadbirlarini o'tkazishdan ko'zlangan maqsad nima o'zi? Aka, sigaret bormi? Bor, qanaqasidan? Kent uch kerak bizga, aka. 2,5 yosh. Ha. Yoshlaring nechida o'zi? 16-17 yoshdamiz, aka. Hali voyaga to'lmabsanlar. Aka, berib yuboring, aka. Yo. Yo, voyaga yetmagansan uka, uzr. Aka, bera olaqani, aka. Yo, berolmaymiz. Yur o'rtoq bermaskan, men 2,5 bir safar. Voyaga yetmagansanlar uka. Yur, aka. Qanday men ukalarim bor. Yur o'rtoq, men 2,5 yo'q qo'y, keyin do'konni beramiz, ama. Mana shu targ'ibot tadbirlarni juda ham katta ahamiyati bor. Chunki bundan bilasizmi, yoshlarimiz ham, yoshi kattalar ham, san'atkorlar ham, estrada xonandalari ham hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib mana shu loyihalar bo'yicha yuribmizmi? Demak, har bittamiz o'zimiz ham tarbiyalanyapmiz. Bir-birimizdan yaxshi illatlarni o'rganyapmiz. Sevimli aktrisamiz Saida Rametovaning so'zlariga qaraganda, bunday targ'ibot tadbirlari nafaqat yoshlarga, balki targ'ibotchi guruh a'zolariga ham juda foydali bo'lmoqda. Ko'zi kunda emas, kunida sinadiganlaridek bizga o'xshagan mana shu targ'ibot guruhlari dabdurustdan kirgan paytda hamisha vijdoni pok sotuvchilar yuzi yorug' bo'lsin degan ma'noda mana shu loyihalarni amalga oshiryapmiz. 5 ta do'kon kirgan bo'lsa, gapi ochig'i o'shalardan faqat bittasigina voyaga yetmagan ukalarimiz, singillarimizga mana shu tamaki mahsulotini sotib qo'ydi. Qolgan 4 ta do'konda ijobiy natijani biz ko'rdik. Biz buyuk yurt farzandlarimiz yoshlar festivali doirasidagi vijdonli sotuvchi aksiyasini Yoshlar jonli ijro tarafdori loyihasi davom ettirdi. Uning tafsilotlari bilan esa keyingi dasturlarimiz orqali tanishishingiz mumkin. Fatima Qo'chqorov, Ilhom Mahkamov, O'zbekiston onlayn informatsion dasturi uchun.